Tesla Inc. avvalgi nomi Tesla Motors, AQShning elektromobillar va elektr energiyasini saqlash texnologiyalarini ishlab chiqaruvchi kompaniyasi. Kompaniyaga 2003-yilda Martin Eberhard va Mark Tarpenning tomonidan asos solingan, lekin Tesla'ning hozirgi ma'muriyati kompaniya asoschilari safiga Elon Musk, Jeffrey Brian Straubel va Ian Wrightni ham qo'shishadi. Kompaniya mashhur elektrotexnik Nikola Tesla sharafiga nomlangan. Kompaniya aksiyalari 2021-yil 8-mart kuni bo'lib o'tgan savdolar jarayonida yanvar oyida qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichning 1/3 qismini yo'qotdi. Kompaniyaning kapitalizatsiyasi qariyb 300 milliard dollarga kamaydi. Yil boshida Tesla'ning kapitalizatsiyasi 850 milliard dollarga yaqinlashgandi. 2021-yil 12-martda Fremont shahridagi Tesla zavodida yong'in sodir bo'ldi. Tesla Motors hozirda Tesla Inc. kompaniyasi 2003-yil 1-iyulda Martin Eberhard va Mark Tarpenning tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan. Bir necha oydan keyin ularga Ian Wright ham qo'shilgan. 2004-yil fevralda ular 7,5 million AQSh dollari miqdorida investitsiya jalb qilishdi. Bu pulning 6,5 millionini Elon Musk to'lagan. Musk direktorlar kengashi raisiga aylangach, Eberhardni bosh direktor lavozimiga tayinladi. AQShning Kaliforniya shtati Fremont shahrida joylashgan elektr transport vositasi ishlab chiqaruvchi Tesla zavodida yong'in sodir bo'ldi. Yong'in zavodning qurilish ishlari olib borilayotgan qismida sodir bo'lgan, voqea joyiga o't o'chiruvchilar jalb qilingan. Yong'in shtamplovchi uskunaning ichida suyuq alyuminiyning gidravlik suyuqlik bilan qorishib ketgani sababli kelib chiqqan. Tesla'ning birinchi prototiplari 2006-yil 19-iyulda Kaliforniyaning Santa Monica shahrida rasman ommaga taqdim etildi. 2006-yilda Musk 100 million dollar kapital jalb etishga muvaffaq bo'ldi. Natijada Tesla 2008-yilda o'zining birinchi Roadster avtomobilini ishlab chiqarishni boshladi. 2010-yil yanvarida Tesla AQSh energetika vazirligidan 465 million dollar kredit oldi va kompaniya uni 2013-yilda qaytarib berdi. 2010-yilning mayida Tesla Kaliforniyaning Fremont shahrida Model S ishlab chiqarish uchun fabrika qurishni boshladi. Tesla 2010-yil 29-iyun kuni Nasdaqda aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirishni boshladi va 226 million dollar yig'ib, 1956-yildagi Ford Motor'dan keyin IPO'ga chiqqan birinchi Amerika avtomobil kompaniyasi bo'ldi. 2012-yil iyunida Tesla ikkinchi avtomobili Model S'ni ishlab chiqarishni boshladi. 2017-yil iyulida Tesla Model 3 sedanini sotishni boshladi. 2019-yil 14-mart kuni Tesla Model Y yangi elektromobili taqdim etildi. 2020-yil noyabrida Tesla, Uber va yana 26 ta AQSh kompaniyalari AQShda elektromobillar sonini ko'paytirish uchun lobbichilik qiladigan Zero Emission Transport Association (ZETA) tashkilotini tuzishdi. 2021-yil 25-oktyabrda kompaniya